Osmanjon ko'rildan kelib to'yning sazini chaldi. O'zi bir neshib turib g'uljini olmasini oldi degandek. Ekrandagi do'stlar, bugun bizningki Eşkinin jerer joyi oqibatda jangal bo'lib ketdi. G'uljidan xotin olma deb Osmonlar dangal bo'lib ketdi. Mana ko'rilning yigitlar qanchasi keldi ko'rildan? 15. 15 ko'rillik yigit keldimi? Mush kaynozamiz to'liqmi? Unda esa ko'rillik yigitlar bilan bizning g'uljining qudlashgan to'ylardagi qiziqarli ko'rinishlar huzuringlarda bo'lsin. Xotinni olmay turiblar ahli kayniga o'tib qolgan. Ko'zoynakni oqi minasiga taqib olgan buni yigitning ismi Osmon Dangal. O hazırna ait xoşalalda telefonumdan çatıqı içideki batareyadan çıktı. G'ulji qizi bana teliyim kep latareyadan çıktı dedi. Mengölükki üzülmüsün oturumuzda verdimiz. Kostyumga qarasam akimiz mu hedimiz. Kostyumumuz ne çıkene? Aşı ko'rildi tiketganmi? Ha? Ko'rildi ağa. Baldaqni hurmatiniz uchun ko'rliqlar etib beribdi-da. G'uljini to'yda chiroyli ko'rinishida biror cho'kan ko'ynigini yitib beribdi-da. Chiroyli ekansiz, yandan qarasam-a. Yigit peshima bugunki? Yigit peshima. Ko'rildi, yashab kepsiz, gaplaringiz o'qmidi? Ustingizga qarasam, baynavolsizda ko'rinsiz, biror paypoq yo'qmidi? Tuyuqsuz suvağı xumar olib qilib, paypoq tashlash o'rnida 6 oydek paypoq tashlab chiqqan bu yigitning ismi Emrul Suva. Bunun çaylarını o'xshitayotgan Nazifaning chinisi oludu. Uduldan kiyinishiga qarasangiz Svagamining inisi oludu. Bir qarasa Pakkaponing va'dasidek, bir qarasa Sunnanning hadisidek ko'rinadigan bu balning ismi Oblat Korean. İsmingizni so'rab baqsam deb beram siz nimida? Sizlarning tilinglarda so'rab baqsam ko'saymas simida. Ershadganingizdan ilhomi kelganda qo'shiqlarni qo'shib bo'ldi. Siz meyde şöyle göründüm degen bilen zincirden icar vaqt to'shib bo'ldi. Zincirdan qiling. Mana peyli qildingiz da buni. Mana bilan mani peyli qildingiz. Mana hammanimni peyli qildi. Soat bilan uzukni peyli qildingiz. Soat 1 ekan, soatingiz. Mana. Mushinchik peyli qilishingiz nima sabab bo'lgan? Sal chiroyli qarab ko'rayim deb. Rahmat. Sizmi ko'rillardan? Ko'ril qarshaydi. Ha. Xiyollarga g'uljiga kelib necha ketam petiplatdi. Ili xudi chiroyli ko'rmadi, chashni o'tirib jitiplatdi. Qo'lingizga soat beg'ini necha ketam uyga qolmassiz. O'lgidek o'riqlabsiz to'yib tuga qolmassiz. Siz mushu kichik mezgilingizni tatmishda o'riqmi? Ha. Qon moz o'xshaydi-mi? Bana bas ko'kirib otdi. Maskini bozorsagan qo'chiq emassiz siz? Yo'q. Ya odam emassiz, a? Ko'rinadi? Ko'ril qarshaydi. Ko'rli qarashadi. Pa, mana nesini haqqi bo'lsa yaxshidan narx qamidi. Uduldan shpiy tasdiq pomidordan farq qamidi. Sho'xlak. Ko'rli kelgan sho'xlak. Ko'rliq mana yigitning ismi Aysa Gigan. Onun yaqinda nashr qilgan G'uljida yaman sazib ketdim chaqchaqlarim kamigashga, bo'yim narsidan farq qildi devilarni emgashga degan asri 1750 tiyin qalamaga erishdi. Mevalarni sotadi, do'xmushlarni boqqanlar, nima degan yarashgan, dingmay o'sgan soqqanlar. G'uljiga kelganiga 3 kun bo'lmay, G'ulji qizlariga o'zini bandiylik tavagan monoyinimizning ismi Olim Bandi. Olimjon 100 topdilar 25 yaşida, qapqara ko'ynak kiydilar yoqalari tishida. Qarshiyatni kelgan inillarimiz usti ishni qotirib etmagandi. Mayaringa G'uljining bir qizi tirnog'ini qotirib etmagandi. Nima bo'ldi? Dodo chiqib qoldi. Dodo. Bu ko'rliq balning ismi Olimjon bo'lib, u yaxshi bir tomoqlarni uyda baqirdi, it yutalaydi. Osmonda uchayotgan kaptalarning qonini yutalaydi degandek, osmonda uchayotgan har qanday kaptan 2 metr bo'yi bilan qonini yutalaydigan birdan bir yigit. Uyda ishlamaysiz, uyda. Mishunda uyda o'tiradigan bolalar kerak bo'lib qolsa, mushu seri qaruq es qo'ysam bo'lamda sizni. Yeşil kostyumni usti ishinga chiroyli ketib septodingmi? Ko'rliqlarning to'yida güzel ko'rinma deb muhabbatning zanjirini yeb to'dingmi? Mana muhabbatning zanjiri ajoyib yarashdi. Bugungi to'yda sen taqaysa, ati muhabbatning do'stining to'yida o'zi taqaysa qo'ya. Ishtahib qoldi. Hech qisi yo'q. John efendi, bugungi ko'rliqning to'yida kelgan chet eldan kelgan Meksikadan keldingizmi? Mana Meksikadan kelgan I am from is this China Max me? Ha? İsmingiz nima?
ismini unutib qopti. Mana chet elliklar ko'ril to'yida o'zini yomon to'ntib qopti. G'uljiga kelganiga to'tgan bo'lmay ismini unutib qopti degan. Ismingiz nimpi? Adam ko'riladimi? Qarshi adam. O'sha o'zingiz kichkiningizda bitta tabiiy seriqlar 5 kun tushdimi? Tabiiy. Esil oyoq bir shonga men aytaman. Bertalalik ko'rli to'yda yaxshiliklarni salom oldi-da. 1,5 soat oldi yolg'iz o'tag'ili sayramni olamoqdi-da. Küzenikingizga qarab baksam jazirlari neyzike, sizlarning mana şanlarning sarangi degan yeri payzike. Yav! Komado! Nimeni qamiratılar? Tügügütü yakan kuş gibinim komado! Çaqçaqning ma'nosini o'qidigan, biroq uningdan qo'rqadigan monobalaning ismi tekesdan kelgan baxti qo'qanchaq. Yog'laydi ya yog'laydi, arvimag'i bag'laydi. Qizlarning ichiga kirib elib, o'zini xotin chaqlaydi. Bu to'yda singillarimiz ishini ajoyib to'sidiki, ular to'y qilib ketgan bo'lsaqmi uylarni tutunlavasak bo'ladi, ko'ynigimizning keyinni o'g'illardan pul putunlavasak bo'ladi deganni sho'ar qildi. Koreyadan kelgan Kim Jumoxon apandim bu to'yga qatnashgandan keyin G'uljida raqning qanchalik qimmatligini his qilib, bu da kelganda qizlarga 3 metrdan girib ko'ynak ekaldiganligini bildi. U sap koreyacha tilda qizlarning kiyinishiga qarab, qalpachaq bo'lib qazar qanda qo'l uttillayma, Koreyadan raq ekilib ko'ynaginglarni puttillayma degan bo'ldi. G'uljining yerlik ercho'z olmasi bilan Korlining erkaknashibdi. Ko'rildan G'uljigacha kansaylar tumallanmasin, ishkinglar bir-biringlarga anda qilmanglar, erliginglardan gumonlanmasin. El oblast o'tirish idorasidan Odila Tizlandi bilan Raziya Badashqan. Ko'rilliklar osmon qarab datlarini otish qildi, birdamda usul o'ynab bechoralar tortish qildi. Uyg'urcha usul o'ynab g'ulashlarni egamiganlar, toza payza usulga tushdi Hindistonga tegamiganlar. Shunda qilib, tovandan yuqori yaxshi ichimlikka muqor degandek, nechta xil meva qo'shilgan muqor ichimligidan birini ichib, ilhomimizni keltirib bu to'ylarni tugatgan bo'ldik, sadg'an ketaylar. Osmonjon bilan Mahliya singlimning to'ylariga muborak bo'lsin. Muqor ichishni unutma.